Oshirma mantini barcha sirlarini ochamiz. Ko'rinishi ham, yumshoqligi ham paxta kabi bo'lgan bu oshirma mantalarni tayyorlab, Uyg'ur sirkasi va lozajon bilan albatta tatib ko'ring. Bu sizni sevimli taomingizga aylanadi. Bir qasqon manti uchun 700 gramm unga 2 choy qoshiqda droji qo'shib aralashtirib olamiz va 500 ml suvda yarim osh qoshiqda tuzni eritib, xamir tayyorlaymiz. Xamir biroz yumshoqroq chiqadi. Xamirni sirichlab 1,5-2 soatga issiqroq joyga oshirishga qo'yamiz. Yog'lari bilan to'g'ralgan 700 gramm qo'y go'shtiga 500 gramm mayda to'g'ralgan piyozni qo'shamiz. Tuz, murch, zira qo'shib aralashtirib olamiz. Odatda oshirma manti jusay bilan tayyorlanadi. Men qiymani 2 ga bo'lib jusayli va jusaysiz qilib tayyorlab oldim. Xamir oshib chiqqandan so'ng qo'limizni yog'lab xamirni birozgina ishlab, 30 grammdan bo'lib olib zuvlachalar yasab yana 30 daqiqa davomida oshirib olamiz. Oshib chiqqan zuvlachalarni jovasiz qo'limizda chetlarini yupqa, o'rtasini qalin, birozgina kichikroq razmerda yoyib olib, 25 gramm qiyma bilan tugib chiqamiz. Yog'langan qasqonga mantalarning orasini kattaroq qoldirib, taxlab chiqib, qopqog'ini yopib, yana 15 daqiqa davomida oshirib olganimizdan so'ng 30 daqiqa qasqonda parda pishirib olamiz. Koptokdek ishib chiqqan bu sochli ishtahali mantalarni yaqinlaringiz uchun albatta tayyorlab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli. Maltani bilan har qanday manti yanada mazaliroq.